Mana bu O'zbekiston pasporti. Mana bu yashil pasport O'zbekiston pasporti. Mana bu Zagram pasporti. Men mana bu ikkita pasportni musorga otib yuboraman naxuy. Chunki men O'zbekiston fuqarosi emasman-ku. Bularni o'sha anosi o'tib ketgan. Men ertaga elchixonaga borib shunday basharasiga otaman. Elchixonaga. Shunday basharasiga borib otaman buni, ikkita pasport. Idi naxuy deyman. O'zbekistoningga skey, o'zingga ham skey shunday deyman. Chunki men fuqarolikdan voz kechganman-ku. Ertaga mana shu ikkita pasportni olib borib bersam bo'ldi, qarochi. Dokumentlarimni olaman bo'ldi shu bilan. Qutuldim naxuy O'zbekistondan. Qozog'iston fuqaroligiga harakat qilyapti domlajonlaring. Men qarochi Qozog'istonga boraman, Qozog'istonda bitta kazashkaga uylanaman. Kazashkaga uylanmoqchiman. Kazashka bor-ku, kazashka. Qozog'istonda fuqaroligini olaman bo'ldi. Keyin qarochi Qirg'izistonga boraman. Qirg'izistonda ham bitta qizga uylanaman, qirg'izni pasportini olaman. Tojikistonga boraman, tojikka bitta uylanaman, Tojikistonning pasportini olaman. 4 ta davken Rossiyani fuqaroligi bor-ku, menda aytgancha. Menda hozir bilasizlarmi? Koreyani vид на жительствоsi Rossiyani fuqaroligi turibdi. Mana Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston 5 ta davlatning fuqaroligini olsam, bilat. O zaman men uyday his qilaman. Любой davlatga ochiq. No, O'zbekiston menga kerak emas. Men O'zbekistondan voz kechdim naxuy. Haqiqatni gapirganing uchun yoki qamalasan, yoki shtraf to'laysan, yoki naxu kaltak yeysan u davlatda. Yibanuti davlatda naxuy. Unaqa davlat bo'lgandan ko'ra bo'lmagani naxuy yaxshi. Realda oddiygina gaz zapravkani gapirgani uchun 8 sutkaga qamab yuborishdi. Onayniski. Adolat bormi biladi? Adolat. Adolat bormi naxu? Adolat. Onayni amiga skay. Suka biladi, suka. Sizlar sukasizlar naxu, suka. Haqiqatni gapirasan, yoki qamalasan, yoki shtraf to'laysan, yoki kaltak yeysan. Oddiygina naxu misol, gaz bor, svet bor, kommunalkalarning narxlari onasini omiday naxuy oshib ketgan. Realni. Mana bu yibanuti diplom, maktabni bitirding, kollejni bitirding, magistratura, institutni bitirding, hattoki 1 yillik armiyani xizmatiga borib kelding. Mana shu 5 ta narsa tfu naxuy, tfurvor naxuy buni. Sikkan naxuy. Hech nimaga naxu arzimaydi hozirgi paytda. Bironta bir ishga kiraman desang, oyliging naxu 2 milliondan boshlanib, tudasida 3,5-4 milliongacha naxuy. Men любой zavodga kiring, 3,5 yoki 4 million yoki 2 million boshlanishi. Realnida naxuy. $100 pul 1 million 200 ming so'm deyaylik. Bozorga borasiz, bittagina krasovka eng takoy o'rtancha narxlari 400 ming 500 ming turadi. Kimdirni deyaylik oilasida 2-3 ta farzandi bordir. 2-3 ta farzandini kiyintirishga $100 pul yetmaydi. Hattoki bitta farzandni misol deyaylik kiyintirishga mana yibani $100 yetmaydi. Ayrim davlatlarda $100 u hali berigacha pul. Oddiygina Qozog'istonga boring, mana Chernyayevkadan o'ting, mana oddiygina Chernyayevkadan o'ting, pogranitsadan. Yaqindan oddiygina produkt qilib keling, kiyimlari arzon, produktlari arzon. $100 ga yarasha ularning kurs bo'yicha hamma narsaga yetadi. Imенно bizni davlatimizda naxuy $100 bo'yicha kurs bo'yicha qo'ltoq ham hech nimaga yetmaydi. Produktni maksimum 1 haftaga olasiz $100 ga, 1 oyga ma olasan sen yerda. Go'shtlarning narxlari 160 mingdan oshib ketgan. Почти 200 mingga yaqin agar adashmasam. Laqim go'sht olmoqchi bo'lsang, cho'tki yaxshiroq go'sht olmoqchi bo'lsang, shu 200 mingga yaqin 1 kilosi. Tufta go'sht yemasang kerak sen. Suka bilet. Yo realida